Barkamol avlod bolalari festivalining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tadbirda ishtirok etgan muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Mamlakatimizda bolalarning qobiliyati va iqtidorini ro'yobga chiqarish, ularni ma'naviy va intellektual jihatdan yetuk qilib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday ezgu maqsad yo'lida Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi huzuridagi Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan tashkil etilgan Barkamol avlod bolalari festivali yosh avlodning iqtidorini namoyon etishga keng imkoniyat yaratdi. Festival doirasida turli tuman va shaharlardagi Barkamol avlod bolalar maktablaridan 10.500 nafar o'quvchi yoshlar faol ishtirok etdi. So'z olganlar tomonidan viloyat bosqichini muvaffaqiyatli o'tkazish borasida yaratilgan shart-sharoitlar haqida ma'lumotlar berilib, ishtirokchilarning tuman va shahar bosqichlaridagi faol ishtiroklari alohida ta'kidlandi. Respublika miqyosidagi Barkamol avlod bolalar maktablarida asosan 7 yo'nalishda to'garaklarda tashkil etilgan bo'lib, bu yerda kasb-hunar yo'nalishi, texnik ijodkorlik yo'nalishlari bo'yicha o'quvchilarimiz bo'sh vaqtlarida mana shu yo'nalishlar bo'yicha o'zlarini kasbiy mahoratini oshirib kelyapti. Qiz bolalar orasida o'tkazilgan to'qish to'garagi, floristika va fauna to'garagida o'quvchilar kundan kunga o'quvchilar soni ko'payib, qiziqishi ko'payganligi uchun ham bu yerda mana shunday tanlovlar o'tkazish orqali yil davomida olgan o'rgangan hunarlarini, sirlarini yana bir karra ko'zdan kechiryapmiz. Qaysi kun bu yerga kelgan o'quvchilarimiz endi respublika bosqichi bo'ladi. Bu ham Buxoro viloyatida rejalashtirilgan may oyida, nasib bo'lsa may oyida mana shu bugun har bitta yo'nalishdan bir nafardan o'quvchi biz ham ishtirokini ta'minlashimiz kerak. Bugun mana bu yerda ishtirok etgan o'quvchilar har bir shahar tumanlardan qatnashyapti. 3 nafardan qaysi kim mana shu qatnashayotgan o'quvchilarimizni birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan g'olib o'quvchilarni respublikaga biz tavsiya etish huquqiga ega biz. Tadbirda floristika va fauna, to'qish, yosh dasturchi, badiiy gimnastika, milliy raqs, mental arifmetika, ingliz tili to'garak yo'nalishlari bo'yicha iqtidorli bolalar o'z mahoratini namoyon etdi. Festival ishtirokchilari nafaqat bilim va ko'nikmalarini namoyon etishda, balki tengdoshlari bilan tajriba almashish, do'stlar orttirish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Tadbir jarayonida har bir ishtirokchi yoshning ijodiy yondashuvi, izlanuvchanligi va faolligi alohida qayd etildi. Ko'rik-tanlov o'yinlarga qatnashganman. Masalan, Artsilkvega qatnashib, Grand Prix olganman. Kelajakda katta bo'lib, ustozimday baletmeyster bo'lish. Faol ishtirok etgan to'garak a'zolari aniqlandi. Festivalning bu bosqichi nafaqat bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish, balki ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga festival g'oliblarini taqdirlash marosimi 2025-yil 13-iyun kuni Buxoro tumanida joylashgan Varnet botanika bog'ida bo'lib o'tadi. Ushbu tantanali tadbir g'oliblar uchun munosib bayramga aylanishi kutilmoqda.